Oromgohdan ko'tarilishda Tabarruk ko'chada 5,5 sotixli 7 xonali hovlimiz sotiladi. Ushbu hovlimizda gaz, suv, svetdan, hujjatlaridan umuman muammo yo'q. Xudo xolasa ushbu hovlimiz 7 xona. Xo'p, yana oshxonalari, tandirxonalari, molxonalari ham bor. Xo'p, o'rtada zeleniy zonalari mavjud, tapchalar bor, tagida hovuzlari ham bor. Ushbu xonalarimizni ko'rib chiqadigan bo'lsa, remont ozgina qarab oladigan, lekin xudo xolasa chiroyli qilib qurishgan. Xo'p, pishig'ish, xomg'ishni aralashtirib qurishgan ekan. Ba'zi joylarga panel ham bosilgan ekan. Xo'p, bu tomonda obshi 5 ta xonamiz mavjud. Ko'rishingiz mumkin, arzilarni qilib tayyor qilib qo'yishgan. Mana bu yerda kattalar zal, bu yerda yana o'ydaliz, oxirida hammom sanuzellari bor. Hojatxonalari ham ichkarisida bor. Mana zeleniy zonani ham ko'rishingiz mumkin, toklarini ham chiroyli qo'yishgan. Xo'p, bu yerda mehmonxonamiz mavjud. Bu yerda gaz, mana bu yerda tandirxona. Oxirida molxonasi ham bor, xudo xolasa. Ushbu mana oshxonamizni ko'radigan bo'lsa, gazlarining ovozi mana shu holatda chiqib turadi. Xudo xolasa suv svetdan ham inshaalloh umuman muammo yo'q ushbu hovlimizda. Mana bu yerda mana garajlari bor. Xudo xolasa bemalol kengina. Xo'p, ko'cha tomondan ko'rsatadigan bo'lsa, mana ko'chalar asfalt bo'lgan. Mana shu hovlimiz. Ko'chada ham zeleniy zonalarni qilib qo'yishgan ekan, chiroylilab. Mana shu daraxti tagidagi hovlimiz sotiladi. Xo'p, yo'l yuziga 400 metr atrofida bor ekan, inshaalloh. Mana shu hop yoshlik MFga qarashli Tabarruk 41-uy. Mana shu hovlimizni kelib ko'rib bemalol sotib olishingiz mumkin. Narxi 55 ming, barakasiga xudo xolasa o't beramiz deyishgan joyi bor. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, xudo xolasa.